Bu Xitoy bo'ladimi, Qozog'iston bo'ladimi, SNG'ni davlati bo'ladimi, Zarubej Yevropa bo'ladimi? Birinchi o'rinda transport nazorati inspeksiyasini birgalikda tarozdan o'tkazadi. Tarozdan o'tsakina bizni o'sha davlat hududiga kirishga ruxsat beradi. Bo'lmasa otni kallasiga jarima qo'yadi. Bu birinchidan. Endi ikkinchidan O'zbekistonning iqlimi shundayki, masalan, bo'sh to'proq bor, bo'sh to'proq bor, qumoq joylar bor, Xorazm taraflar. Endi ko'pchilik o'ylaydi, yo'lni 40 sm qilib qo'ysa, bu chidaydi deydi. Lekin hech kim o'ylab ko'rmayaptiki, iqtisodiy tomonini. Yo'l degani bu mamlakatning aorta qon tomiri. Uni 40 sm qilishga bizda iqtisodiyot kuchi yetmaydi. U bitta kilometr yo'lga $1 million hisoblaymiz. 1000 kilometr yo'l uchun demak qancha bo'lib chiqadi? Men qariyb 16-17 dan beri mana shu yo'llarning holatini yoritib, nima sababdan buzilayapti, nima sababdan bu o'pirilib ketyapti, biz borini asrab avaylab shuni ekspluatatsiya qilishimiz kerak deganda, 18-yilgacha o'ta og'ir vaznni faqat 5 o'qli transport vositalari tashuvchi, dalniboshliklar. Bizga keyin ana bo'lgandan keyin norma qo'yilgandan keyin 40 tonna vazn qo'yilgandan keyin arada farmon bo'ldiki, farmonchida og'ir mashinalar qanday kelib qoldi, qayerdan kelib qoldi, o'sha birdan yo'llarimizda 200 tonnalikgacha bo'lgan mashinalar paydo bo'lib qoldi. U bironta yo'l ham unga mo'ljallanmagan. 40 sm qilasiz, temir qoplama deydi, boshqa bironadan qilsa ham uni tagi bo'yi shu rezonans degan narsa bor. Germaniyada masalan taqlangan, Germaniya nomeradi. Uni hozir Polsha quvib o'tyapti. Xitoyda yo'llarni ko'rdik. Xitoyda o'zini spesifikasi bor, o'zini alohida texnik vositalari bor. 49 tonnadan oshishi mumkin emas. Alohida transport vositalari